Galdagi huquqiy mavzu tadbirkorlarimizga, nafaqat ularga, balki barchaga manfaatli bo'lishiga ishonyapman. Bugun mutaxassisdan tadbirkorlar tekshiruvchilarni, ya'ni nazorat organlarini o'z hududiga qo'ymaslikka qanchalik haqli? Aynan mana shu savolga javob olamiz. Marhamat. Ijtimoiy tarmoqlarda ham juda ko'p kuzatamizki, tadbirkorlik subyektlariga nisbatan nazorat organlari tomonidan turli nazorat tadbirlari, jumladan monitoring, tekshiruv kabi chora-tadbirlar ko'p amalga oshiriladi. Ba'zida bu tekshiruvlarning barchasi ham qonuniy bo'lavermaydi. Lekin aynan o'sha tadbirkorlarda yetarlicha huquqiy bilimning bo'lmasligi, o'z huquqlarini bilmasligi esa noqonuniy tekshiruvni qurboniga aylanib qolishlariga sabab bo'lmoqda. Buning uchun, ya'ni aynan tadbirkorlar ham tekshiruvchiman deb kelgan nazorat organi vakillarini o'z hududiga qo'ymaslikka haqlimi? Albatta haqli. Bu borada bitta huquqiy asosni keltirib o'tishimiz mumkin. 2022-yil 13-sentyabrda qabul qilingan 374-sonli prezidentimiz qarori bilan aynan tadbirkorlik sohasida amalga oshiriladigan tekshiruvlarni takomillashtirish chora-tadbirlari belgilab berildi. Aynan ushbu qarorning 3-bandida aytiladiki, quyidagi holatlarda tadbirkorlik subyekti o'z hududiga aynan tekshiruvchilarni qo'ymaslikka haqli, chunki unday tartibda amalga oshiriladigan tekshiruv o'z-o'zidan noqonuniy hisoblanadi. Bu qaysi holatlar? Birinchidan, tekshiruv bo'lganda buyruq qonuniy tartibda rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Ikkinchidan, aynan tekshiruv o'tkazishda o'sha ro'yxatdagi maxsus guvohnomaga ega bo'lgan shaxslar bu tekshiruvni o'tkazishi kerak va vakolatli organ, bu borada aynan biznes ombudsman belgilangan tartibda xabardor etilishi kerak. Qolaversa, aynan o'sha tekshiruvchiman deb kelgan tekshiruv vakillari, nazorat organi subyektlari aynan tekshiruvlarni ro'yxatga olish kitobiga tegishli yozuvlarni kiritish kerak. Bundan bosh tortish kerak emas. Qolaversa, mana shu 374-sonli prezident qarori bilan yana bir o'ziga xos jihat kiritildiki, bu zamon bilan hamnafas desak mubolag'a bo'lmaydi. Endilikda har bitta tadbirkorlik subyektiga nisbatan amalga oshiriladigan tekshiruvlar yagona davlat nazorati axborot tizimida albatta ro'yxatdan o'tkazilishi shart. Bu axborot tizimiga ro'yxatdan o'tkazilmagan tekshiruvlar o'z-o'zidan noqonuniy hisoblanadi. Demak, yuqoridagi tartiblarga va tartib taomillarga o'sha tadbirkorlar ham bilib, huquqiy bilimi yetadigan bo'lsa, bu asoslarga ko'ra amalga oshiriladigan tekshiruvlar noqonuniydir va ular o'sha nazorat organi vakillarini o'z hududiga qo'ymaslikka haqli.